Asal qon bosimini tushiradimi yoki ko'taradimi? Asal bu shunchaki shirinlik emas, yurak va qon tomirlari uchun tabiiy yordamchidir. Javob: asal asosan qon bosimini me'yorga keltiradi. U tarkibidagi flavonoidlar va antioksidantlar tufayli qon tomirlarini kengaytiradi, yurak faoliyatini yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Yuqori bosim gipertoniya bo'lganlar uchun foydali. 1 choy qoshiq asal, iliq suv, ertalab och qoringa yantoq yoki jiyda guli asali eng mosi. Past bosim gipotonik bo'lganlar uchun asalni yong'oq yoki limon bilan iste'mol qiling. Energiya beradi, holsizlikni kamaytiradi. Asalni me'yorida kuniga 1-2 choy qoshiq iste'mol qiling. Ko'p miqdorda shirinlik foydadan ko'ra zararli bo'lishi mumkin. BS Honey Group siz uchun 100% tabiiy Xorazm asalining tabiiy shifosi. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling, chunki boshqa ko'rishmasligimiz mumkin.